Tiriklikning davomiyligi, insoniyat, hayvonot olamining taqdiri avvalo tevarak atrofning ekologik jihatdan sofligiga bog'liq. Ammo afsuski bugungi kunda tabiatdagi ana shu ekologik muvozanat kun sayin yemirilib bormoqda. Shu boisdan endilikda atrof muhit muhofazasi, suv, havo, tuproq, o'simliklar, hayvonlarni asrab-avaylash, ularning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymasdan kelgusi avlodlarga yetkazish butun dunyo ahlini tashvishga solayotgan global muammoga aylandi. Xo'sh, bugungi kunda insonning tabiatga munosabati qay ahvolda? Bu savolga javob olmoqchi bo'lsangiz, sizga ushbu kitoblarni o'qishni tavsiya etamiz. Bizning Mirzobod tuman axborot kutubxona markazimizda ekologiya va atrof muhitga oid bu kabi kitoblarni topa olasiz.